Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yangi obunachimiz Shohjahonning xonadonida turibdi. Shohjahon horman. Ha, tuzumsiz. Bugunga qanaqalardan bor? Hammasi barra ya? Barra, qo'shqor hammasi. Bu yerda soni nechta bu yerda? Soni 9 dona. Oldin to'sinchi. Soni 9 dona. Ular qayda yetib keldi? Ular Surxondaryodan keldi. Surxondaryodan. Hop. Mana akalar. Qo'zi qo'chqorni boqaman, katta qilib tarbiyalab yuraman deganlarga qo'chqorlarning go'zallaridan ekan. Qo'ylarni yeyishini qara. Jonivorlar ovqatga juda xo'ray ekan. Shohjahon, bular senga endi ma'lumotini berib o'tasiz. Bular yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi aka 4-5 oylik. Atrofida. 4-5 oy. Dumbalarini qaranglar. Ikki dumba chiroyli kashtan ekan. Bitta shu ola qo'y bor ekan, xolos ola aralashgan ekan. Qolgan hammasini juni sifati zo'r. Mana mashina ushlanib, mashinasini. Mana shu baqalim. Qo'yni o'zi hozirdan o'zi dumba tulashni boshlabdi mana. O'zi tulab chiqadigan. O'ta go'zal ekan. Ha, yana bittasi bor ekan ushlanch. Mana unisini ham qaranglar. Ikki dumba. Gullarini qaranglar. Sifati ham o'ta go'zal ekan. Uzunligi ham normalniy ekan. Qorinliq oldi bor qo'y ekan. Endi bularni Shohjahon hammasini og'onga chiroyli qilib dastlabga qilib beramiz. Qayergacha dastlabgasi? Dastlabki Toshkentgacha. Toshkentgacha. Undan yog'iga kelishlar. Kelishlar. Mana qo'ylarni qaranglar, haqiqatan xo'ra ekan. Go'zal variantidan boqaman deganlarga, bu yildan keyingacha qo'y qilib olib, xotirjam boqaman degan junini olib krasatalar ekan qo'zilar. Shohjahon, chiroyli qilib narx aytaylik, nech puldan beramiz? Hammasini aka bir joyga olsa 28 dan ketaveradi. 2.800 mingdan. Soni nechta edi? Soni 9 dona. Soni 9 dona ekan. Hammasini olganga 2.800 mingdan ketaverar ekan. Toshkentgacha dastlabkasi bepul. Undan u yoqqa kelishamiz. Mana qaranglar, bular turpoqni ham yeyapti. Tuzuk, qorni ochligidan xo'roy ekan. Endi 2.800 mingdan demang-da buni. 2.800 mingdan kelishtirib, tushib bo'ladigan qilib. Endi 2.800 mingdan deb narx aytsangiz, bu bitta narxda to'xtadi bular deydi. Telefon qilib so'z beraman. Yo, xayri bormi? Xayri ham bor aka. 2.5 dan ketaversin bular, 2.5 dan. 27 dan ketaveradi aka. 2.5 dan ketaversin. 27. Bitta obunachini o'zi olib qo'yadigan 4 ta qo'chqarni puliga olib qo'yiladigan qo'chqar ekan, hammasi. 10 ta bo'lsa 25 million bo'ladi. Azin akam 25 million. 2.5 dan ketaversin Shohjahon. Qo'sh bersa ish bitadimi? Qo'sh bersa ish bitadi. Qo'sh bersa ish bitadi. 2.5 ustiga qo'sh bersa ish bitar ekan mana akalar. Qo'chqarlarga qarang. Hammasi go'zal shu Surxondaryodagiga. Bular yana bormi bulardan? Bor yana aka. Soni cheklanmagan miqdorda bor ekan. Hop, qo'ylarni qaranglar, hammasi go'zal, qo'chqor, hammasi teng bo'ldi. Bular ichida sog'liq pichmasi yo'q-ku. Yo'q aka. Bo'ldi. O'ta go'zalini boqaman deganga mana aka narxini Xudo xolisa yo'lida aytdi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu yerga nomerni qo'yamiz. Qo'ylarni qaranglar. Bir qator yurgizib ko'rsataylikmi? Qo'ylar hammasi polvon qo'ylar ekan. Bo'ladigan narsa. Bo'ladigan ko'chat variantidan ekan. Akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi partiyalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana akalar, keyingi partiya kunni olinayotgan variantidan. Shohjahon, bulardan nechta? Bulardan 15 ta. Bularda 15 ta ekan. Bunisini ham olinadimi? Mana. Qo'chqar zo'r chiqibdi. Go'zal. Bular nech puldan? Bular 2700 dan. 2700 dan. Ko'rishib beramiz. To'shlarini qara. To'shlari ham bor ekan.
Quloq qani? Quloq ham shalpan qulog'idan ekan-da. Shu pastdagi nomerlarni telefon qilib aloqa chiqarasizlar kelar. Agregat tepasida. Keyingi partiyasi tayyor bo'lyapti.